Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizning ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib boruvchi hurmatli obunachilarimiz, bu yerlarni ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu yerlar bir 5, 6, bir 10 yil oldin shunday bir hosildor, unumdor yerlar edi. Endi so'nggi marta qachon suv kelganligini to'g'risi eslab bilinmam bu yerlara. Taqir yer bo'lib yotibdi endi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar. Avval zekash bor edi, bir suv asta-asta kamayishi sababli zekashdan olib sug'orib berdik. Endi hozir zekashdan ham suv yo'q-da. Xudo xolosa bir zo'r yo'lni o'ylab topibdilar. Hozirlar ko'rsataman. Xudoga shukr, endi shu kunlar ham keldi. Biza orzu qilganimiz, niyat qilganimiz qachonlardir bir mo'jiza yuz berib, berlardan sug'orib yana unumdor yerlara aylantirish. Doğru biraz suv olib kelish uchun yana yo'li bor, lekin ko'p rasxodlar kerak bo'ladi-da. Lekin buni bez rasxod yo'l ham bor ekan bu yerda. Yine Oybeka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir ishlayapsizmi? Chaqamizda qarmoqlar. Ishlaringiz yaxshimi? Shukr Alloh. Yaxshimisiz? Yerni ko'rib tursiz. Aynan top-taqir yer. Qurib yotibdi. Endi shu kunlar ham asosida ortda qolyapti-da. Zamonning rivojlanishi bilan bellar ham sug'orish imkoniyati ham paydo bo'lib boryapti. Ba, xudo xolasa, Kichkinda yo'li bor buni. Quyoshli xonadon jamoasidan biz ham buni yechimini topdik. Bizlarga murojaat etaverasizlar. Buni yechimi oddiy. Xudo xolasa, endi bu yerda zamonimiz dorilamon gullar keldi. Alloh taolaning ne'matidan, quyosh panellaridan shu nechali ulli gektar yer bo'lishidan qaramasdan, agar yoningizda ko'lam, zakasham yo'q bo'lgan bo'lsa, bizlarda buni yechimi bor. Nechta desangiz sizlarga ko'rsatib o'tamiz yana. Yana ajoyib yechim. Hozir arzimon pul bilan 3 ta quyosh paneli bilan biz shuni xudo xolasa hozir yechib narsani ko'rsatib beramiz sizga. Yine ortaklar, yine azıyla ben sizlere tushuntirib o'taman. Bu yine bizani oxirgi texnologiya Xitoydan kelgan Deltalon brendidan bo'lgan nasosimiz. 15 metr yerini teyindan 15 metr balandlikka muammosiz eng zo'r tomoni 3 tane panel bilan 15 metr chuqurlikdan suvni skvajin kakasdan basaverasiz sağa. 10 gektar yeringiz bormi, 20 gektar yeringiz bormi? Bu avtomatik yorug' bo'lsa ishlab turaveradi, bang. Azangi yorug'lik chiqdimi, sal gün yarışdimi, o'zi aqlli apparat, o'zi ishlab boshlaydi, invertori bor. İşlep başladı da gün batınca. Buluttan işleveredi. Bulut mu, yağmur mu, kar mı fark yok. İşlep duraveredi. Panellerimize 20 yıl kefalat beremiz. Üzerimiz dastapki ustanovka içinde apparıp, ornatıp, egesini razı etip, gerek olsa garantiya talonlarından hemmesini pişet basıp beremiz. İşine bir işlep duraveredi. Bundan bir anda indi Mekke ekesmi, buğday ekesmi, şala ekesmi farkı yok. Liboyuna sağa giteveredi. Eğer köletseniz hem köleniz hem su çıkarıp veremiz. Neçe so'm ketadi 3 panel bilan endi bu? 15 milyon etrafında boladı. 15 milyon etrafında boladı. Yağmur yağgandan ham ketaveradi deysizmi? Hava yağmur kar farkı yok. Üstüne çeleklep suyunu şu duruşundan çeleklep suyunu koyuyor. Hiç mamması yok. Sal suyunu. Bir öyle aytadı ya su dese çatnideyken başka tarafta hiç bela olmuyor bizim panellere. 20 yıl garantiyası var. Garantiyası ne? Yani işliveredi. Yağmur mu, kar mı? Ana işlep duruşunu görün nasıl olsun. Ama aynen buluttan mı görsek, bulut mu farkı yok, işliveredi. Sizin bu nasıl olsunuzdan, bize nasıl olsam yaxşıyla, bu nasıl olsam gördüğünüz ötün yakıyor. Bu doğrusu aysam bu nasozdan bargu, yani qurib yotgan yerini bargu, adam aytaman deb bu nasozdan necha yildir pulim chiqib ketdi-da. Inoda inshona sarflayacak pulimni, inshona sarflab, voy bu benzin al, boshqa qil bilan Dünya Erçene'ye bardık. Gününe neçe 20 litre mi 30 litre salıp oturan ekerler. Tar Erçezar mahallesinde barsanızda görese günü bilen tar. Çıktı şuna karan. Yaman gitti bu. Zınıktı şuna karan. Yine. Ben de geldim. Ben de yol bağım. Yine. Gelin düşün ya bir ortaga. Assalomu alaykum. Endi bunga hozir shuncha masalan rasxod yo'q atasan, ne salasan, menga 1 tiyinlik rasxod ketmaydi axir. Yok, bu Allah Teala'nın nimetinden bepul ortaklar. Quyosh panelden işiydi. Dangda gün yarışkandan daha gün batınca gübürdet suyunu berip yataveradi. 1 kopeyka sarflash kerak emas. Garantiyasi bor. Qo'yib beramiz, servis ko'rsatamiz, bir yeri tushunmasalar tushuntirib beramiz. Eğer buzilsalar tozasini almashtirib beramiz apparatni. Tozasini aytib berib ketamiz. Remont etib beraman, unday narsa yo'q. Akkalamiz tozasini qo'yib berib ketamiz. Masofaga qarab kelishadi. Bir quloq suv deymiz bu. Yana ketib turibdi. Esa, hurmatli do'stlarimiz, agar kim edim sizlar ham ina shunday bir xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz ina shu yerda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol Xorazmning qaysi bir tochkasida bo'lsangizlar ham endi qurib yotgan atizlar endi bo'lmaydi. Polni skvajdan ketib turibdi bu. Ya bir do'st salmadan tortib qo'yasizlar buni. Eğer mal bakadon fermerlar bo'lsa, mallarni suvarmak suv muammo bo'lib turgan bo'lsa, endi bundan bir anda muammo yo'q. Yechimin yine tayyor.
malınızı suvarasızmı, atınızı suvarasızmı, şalı suvarasızmı, gektarlarga mekkelen suvarasızmı farkı yok. Hemmesine gitaveradi işemeş. Oo, nelerden salba tartı vurmaysan. Endi gerekmedi yok. Endi sho'chik qo'yaman, tok tartaman, stalba dikaman, dokumentin izinde yürüyman degan narsa gerek yok. Agar zakashingiz ko'lingiz bo'lsa ham gerekmedi endi bizlara. Biza 15 metr, 20 metr, 25 metr skvashini uramiz, suvimizni chiqarib beramiz. Esa sabonlar